Bizga ko'pchilik murojaat qiladi. Eski telefondan yangi telefonga ma'lumotlarni qanday qilib oson va tez o'tkazsa bo'ladi. Hozir buni sizga Samsung telefonida ko'rsatib beramiz. Bunda bizga shu programma kerak bo'ladi. Bu programma Play Marketda bo'ladi. Programmaga kirib olinadi. Eski telefonda bu telefondan yuborish bosiladi, yangi telefonda bu telefonda olish bosiladi. Android tanlanadi. Ikkovida ham simsiz bosiladi. QR kod skaner qilinadi. Bog'lanish kutib turiladi, hozir bog'lanadi. Hamma narsa tanlanadi, keyingisi bosiladi. Nusxalash bosiladi. Ma'lumotlar o'tyapti. Mana telefonimiz tayyor bo'ldi. Hamma narsalar o'tdi. Mana qo'shishim mumkin. Kontaktlar hammasi o'tdi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar.